Bismillah deb bugun sizlar bilan nomaniq esimda yo'q fotozona desak ham bo'ladi, shu narsani yasaymiz. Bu narsani men ancha oldin chet el blogerda ko'rgan edim. Erimga ko'rsatib shuni yasab bering desam, hozir meni vaqtim yo'q, ishim ko'p, pulini beraman, sotib oling deydi. Menimcha bu narsani ko'chada sotmasa kerak deb o'zim yasashga kirishdim. Menimcha buni gipsokardon yoki bironta qattiqroq narsadan yasaganda mustahkamroq chiqadi, lekin menda boshqa narsa topolmadim. Birinchi o'rinda korobkadan yasab ko'rdim. Yaxshiyam shu erimning narsalari bo'lakan, rezavali pichoqni ham agar topolmaganimda qaychida qiynalib kesib yurar edim. Lekin orada qo'limni kesib olishga ham uspet qildim. Bir qavat korobka yupqalik qiladi, yotib qoladi deb uni ustiga ikkinchi qavatini ham qilaman desam, korobka yetmadi. Keyin 2 bo'lib bo'lsa ham qilib qo'yaman dedim. Atrofini 50-50 qilib belgilab, keyin bu korobkalarni bir-biriga ulash uchun qarasam, skotchlari bor ekan, hammasini chiqarib oldim. O'zi ham benihoya skotch qilishgan ekan. Shu kilayda oldin olgan edim, korobkalarni yopishtiraman deb bir payt qarasam, oqib ketgan ekan, ozgina qolgan ekan. Shu ham qanday yetib qolsin deb sizdirib yaxshilab yopishtirishga harakat qildim. Bittasini yopishtirib bo'lgandan keyin og'irroq narsani tagiga qo'yib qo'ydim, shtovga yaxshi yopishib qolish uchun. Qarasam soatam 12 dan oshib qolgan ekan, ovqatim ham pishgan edi. Tezda idishga soldimda hovliga olib chiqib berish uchun tayyorgarlik ko'rdim. Birinchi hamma joyni tozalab oldim. Tayyorlamoqchi bo'lgan fotozonamga 2 ta korobka bor edi. 2 tomonidan qilgan edim, lekin 3-chi tomoniga korobka topolmagan edim. Hovliga tushib so'rasam, tomni qarab olaring deyishdi. Qarasam, shunaqangi oq narsa bor ekan. Hali pataloylarga kirgizib qo'yadi-yu, xuddi shunaqa narsa ekan. Как rasmingga kerak narsa edi deb ikkitasini ko'tarib chiqdim. Changlarni yaxshilab qoqib artib chiqdim. Estikina korobkaga shuncha ketgan mehnatim dedim, ha mayli. Ish qilib shu ishim o'xshasa bo'ldi deb tezda o'lchab kesishni boshladim. O'tgan safar buni ishlatib ko'rganimda qaychida ham pichoqda ham uringandim, lekin rosa kesishga qiynalgan edim, lekin oson yo'li bor ekan. Lezvada bir tomonini shunday kesib turib, keyin ikkiga buklasanglar o'zi kesilib ketar ekan. Bismillah deb fotozonamizni davomini yasaymiz. Hovlidan bu plastiklarni olib chiqqandan keyin 7 o'lchab 1 kes degan maqolga amal qilib hammasini o'lchab kesib oldim. Ko'pchilik bilsa kerak, kuxonnilarda razmeri 60 yoki 40 bo'ladi, shkaflardagi ham shunaqa bo'ladi. Shuning uchun men kengroq bo'lsin deb 60 qilib o'lchab oldim. Lekin bitta narsaga e'tibor bermabman. Ikkita plastikni bir-biriga kirgizganimda bir tomoni 60, bir tomoni 40 bo'lib qolar ekan. Shu joyga kelganda kallam umuman ishlamay qoldi o'zi ham. Uzoq o'ylandim, nima qilsam bo'ladi, bu plastiklarni bir-biriga qanday yopishtirsam ekan deb. Keyin erim reka olib kelib qo'ygan esimga tushib ketdi. Rekalarni kesishdi, life haki. Oldin rekani yaxshilab o'lchab olib, keyin o'sha joyiga 11 da qattiq botirib, keyin oyog'ingizda bir tepsanglar chiqib ketar ekan, o'zi kesilib ketar ekan. Tekis kesiladi lekin. To'g'risi lekin bu uchburchakni o'zim o'ylab topdim. Qanday yasalishini hech qayerda ko'rmaganman. Boshida qanaqa qilaman deb rosa o'ylandim, keyin xayolimda chizib oldim. Endi chiroyli chiqyapti desam, teshilib qolsa bo'ladimi? Keyin o'ylab qoldim, buni yasaganim bilan bir pasda nimadir qattiqroq tegsa yo pichoq tegsa bir pasda kesilib ketar ekan deb, ustiga boshqa qattiqroq narsa qilmasam bo'lmaydi dedim. Haligi yasagan korobkam esimga tushib ketdi. Yaxshiroq vid berish uchun samakleykani korobkaga aylantirib chiqdim. Burchakli rekaga keladigan bo'lsa, 90 gradus ostidagi rekalarni o'zi turmas ekan, unga tiyag'ich kerak ekan. Shuning uchun ikki tomoniga taxta qoqib qo'ydim. Xatolarim yoki takliflar bo'lsa bemalol eshitaman. Hozir obuna bo'lmasangiz, keyin yo'qotib qo'yasiz. Bismillah deb bugun boshlab qo'ygan fotozonamizni oxirigacha yetkazamiz. Ha, va nihoyat sizu biz kutgan o'sha kunlar yetib keldi. Judayam ko'pchilik serial kutgandek kutdi o'zi ham buni davomini. Men ham iloji boricha tezroq chiqarishga harakat qildim, lekin hech ham ilojim bo'lmadi. Chunki boshqa qismlarini boshida yasab qo'ygan edim. 3-4 kun o'tib ketdi oradan. O'zim ham talabaman, sessiyalarim bo'lganligi uchun umuman vaqtim bo'lmadi oxirgi dizayn jarayonini, ya'ni yasatish jarayonini qilishga. To'g'risini aytsam, boshida shunaqangi siqilib qoldim. Hech ham ishlarim o'xshamayotgandek, xuddi men xohlagan vidni chiqarib bermayotgandek tuyuldi. O'zi 2 xil rangim bor. Uni u yoqqa, buni bu yoqqa, tepadan yonboshdan qilib qo'yib ko'raverdim. Oxiri rejaga kelib, orqasini yaxshilab qotirishni boshladim. Menga iloji boricha mustahkamroq bo'lish kerak, chunki ishlarimni qilgan paytimda tap etib tushib ketsa bo'lmaydi, omonat narsa. Va nihoyat mana bugun kech payt hamma ishlarimni qilib bo'lib 12 dan keyin oxirgi dizayn jarayonini yakunlayapman. Tillarang tasmalar menda yo'q edi, lekin shunaqangi tillarangli samakleykam bor edi, shundan eplashtirib oldim. Uni tekis qilishda hech ham qiynalmadim, chunki samakleykani orqa tomonida o'zini yo'llari bo'ladi, shunga qarab tekis qilib qirqib olsak bo'laveradi. Buni ham ikkinchisini qilishga rosa o'ylandim, qaysi joyga qilsam chiroyliroq chiqarkan deb. Buni ham hal qilib bo'lganimdan keyin pastdagi tillarang pistonlar shunaqangi hayolim oldi.
O'ylanib shu narsani olganim esimga tushib ketdi. Buni ham ishonsanglar, orqasida skochi bor. Shu desanglar, bu fotozonamni yasashim uchun 1 so'm ham pul hashlaganim yo'q. Hamma narsani uydan topolmadim. Yasaganimga baho berib ketinglar. Agar kimgadir yoqmasa, bu uni muammosi, chunki men juda ham ko'p mehnat qildim buni yasash uchun. Lekin agar hozir obuna bo'lib qolmasangiz, keyin yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Hali ko'p narsalar